Doğa, doğa, tabiat. Hafta sonlari doğa yürüyüşü yapmayı çok seviyorum. Men dam olish kunlari tabiat qo'ynida sayr qilishni juda yaxshi ko'raman. Kirlilik, kirlilik, ifloslanish. Havo kirlilik o'ranini azaltmak uchun toplu tashima qo'llanilmalıdır. Havoning ifloslanish darajasini pasaytirish uchun jamoat transportidan foydalanish lozim. Geri dönüşüm, geri dönüşüm, qayta ishlash. Plastik shishalari geri dönüşüm qutisini atmalıyız. Plastik butilkalarni qayta ishlash qutisiga tashlashimiz kerak. Ağaç, ağaç, daraxt. Bahçemize her yıl yeni bir ağaç dikiyoruz. Biz har yili bog'imizga yangi daraxt ekamiz. İklim değişikliği, iklim değişikliği, iqlim o'zgarishi. İklim değişikliği nedeniyle buzullar hızla eriyor. İqlim o'zgarishi tufayli muzliklar tez erimoqda. Yenilenebilir enerji, yenilenebilir enerji, qayta tiklanuvchi energiya. Güneş panellari yenilenebilir enerji için harika bir o'rnakdir. Quyosh panellari qayta tiklanadigan energiyaning ajoyib namunasidir. O'rmon, o'rmon, o'rmon. O'rmon yong'inlarini o'nlamak için dikkatli olmalıyız. O'rmon yong'inlarining oldini olish uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ekosistem, ekosistem, ekotizm. Her canlının bu ekosistem içinde önemli bir görevi vardır. Har bir tirik mavjudotning bu ekotizm ichida muhim roli bordir. Suv tasarrufi, suv tasarrufi, suvni tejash. Geleceğimiz için suv tasarrufi yapmak hayati önem taşır. Kelajagimiz uchun suvni tejash juda muhimdir. Atık, atık, chiqindi. Sanayi atıkları nehirlara dökülmemelidir. Sanayi atıkları nehirlara dökülmemelidir. Sanoat chiqindilari daryolarga tashlanmasligi lozim. Ozon tabaqasi, ozon tabaqasi, ozon qatlami. Parfümlerin içindeki gazlar ozon tabakasına zarar verebilir. Parfümlerin içindeki gazlar ozon tabakasına zarar verebilir. Atirlarning ichidagi gazlar ozon qatlamiga zarar berishi mumkin. Toprak, toprak, tuproq. Verimli toprak sayesinde bu yıl çok ürün aldık.
tuproq unumdorligi tufayli bu yil juda yaxshi hosil oldik. Nesli tukanmak. Nesli tukanmak. Yo'q bo'lib ketish, qirilib ketish. Ba'zi hayvon turlarining maalesef nesli tukanmak üzere. Ba'zi hayvon turlarining maalesef nesli tukanmak üzere. Afsuski ba'zi hayvon turlari yo'q bo'lib ketish arafasida. Küresel ısınma. Küresel ısınma. Global ısış. Küresel ısınma tüm dünyanın ortak sorunudur. Küresel ısınma tüm dünyanın ortak sorunudur. Global ıssiqlik butun dunyoning umumiy muammosidir. Sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik. Barqarorlik. Doğal kaynakları kullanırken sürdürülebilirlik ilkesini unutmamalıyız. Tabiiy resurslardan foydalanar ekanmiz, barqarorlik tamoyilini unutmasligimiz kerak. Azizlarim, bugungi videomiz bulardan iborat edi. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishni, videoga like bosishni, Instagram sahifamga ham obuna bo'lishni unutmang. Instagram sahifam linkini ochiqlama qismida qoldiraman. Xayr, salomat bo'ling.